Assalomu alaykum. Prava imtihonlarida tushayotgan yangi savollarni yana birini ko'rib chiqamiz. Savol: ushbu transport vositasi qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etilgan? 1 ga, 2 ga, 3 ga, 4 ga. Ushbu transport vositasi soatiga 40 km dan ortiq tezlikda harakatlana olmayotganligi sababli o'ng tasmada harakatlanish kerak bo'ladi. Chap tasmaga o'tishga faqat chapga burilish va orqaga qayrish uchun o'tishga ruxsat etiladi. To'g'riga harakatlanishi mutlaqo taqiqlanadi. Endi savolning javobi shundan iboratki, ushbu transport vositasi 40 dan osha olmagani hisobiga to'g'riga, chapga va qayrilib olishga ruxsat etiladi. Prava imtihon topshirgan vaqtida iloji boricha hayajoningizni bosishga harakat qiling va hushyor bo'ling. Assalomu alaykum. Prava imtihonlarida tushayotgan yangi savollarni yana birini ko'rib chiqamiz. Savol: ushbu transport vositasi qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etilgan? 1 ga, 2 ga, 3 ga, 4 ga. Ushbu transport vositasi soatiga 40 km dan ortiq tezlikda harakatlana olmayotganligi sababli o'ng tasmada harakatlanish kerak bo'ladi. Chap tasmaga o'tishga faqat chapga burilish va orqaga qayrish uchun o'tishga ruxsat etiladi. To'g'riga harakatlanishi mutlaqo taqiqlanadi. Endi savolning javobi shundan iboratki, ushbu transport vositasi 40 dan osha olmagani hisobiga to'g'riga, chapga va qayrilib olishga ruxsat etiladi. Prava imtihon topshirgan vaqtida iloji boricha hayajoningizni bosishga harakat qiling va hushyor bo'ling.